Bitta videoda ko'rgandik, akalarimiz shunaqa kleyni boshqa brenddagisini sinovdan o'tkazibdilar. Ustiga shpaklovka xaltalarni qo'yib 200 kilogacha yuk ko'taribdi. Endi o'zimizni kleyimizni ham biz sinovdan o'tkazmoqchimiz. Qani shuncha kiloni ko'tarib bilarmikan? Endi esa kesilgan taxtamizni ham kleylab olamiz. Endi esa ustidan qoplarni birma-bir qo'yib chiqamiz. Qoplarning har bir kilosi 25 kilodan. Bu yerda 8 ta qop bor. Ko'rib turganingizdek 8 ta qopni ustiga qo'ydik, ko'tarib turibdi. 8 ta qopimiz 25 kilodan 200 kilo yuk bo'ladi. Shu Delta Fix orqali kleylaganmiz. Agar shu mahsulotdan siz ham foydalangan bo'lsangiz, kommentariyada o'zingizning izohlaringizni qoldiring.